Bizi qurilish invest ko'chiryapti. Biz ko'chib ketyapmiz. Majburiy ravishda ko'chirishyapti mana. Mana. Majburiy ravishda ko'chirishyapti bizni. Majburiy ravishda bizni ko'chirishyapti. Mana. Majburiy ravishda biz mana ko'chib ketyapmiz. Prezident asosida berilgan uyda mana bizni ko'chirishyapti. Mana invest. Mana yordamchilari, mana bizni ko'chiryapti mana. Men majburiy ravishda prezident bergan uydan ko'chiryapti mana. Mana men ko'chib ketyapman. Mana prezidentning farmoniga binoan qarshi chiqib ko'chiryapti. Mana ko'rib qo'yingizlar. Mana. Mana invest tashkilotining odami mana odamman mana. Biz basharangiz ko'rsatib qo'ying. Ko'chirishyapti meni. Mana. Men buni ko'chiryapti mana. Pul to'lashda ayblab ko'chiryapti. Shartnoma yo'q, kadastr hujjat yo'q. Meni ko'chirib beryapti mana. 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 Mana majburiy ravishda chiqarishyapti meni. Mana men ko'chib ketyapman. Mana hech kim yordam bermadi mana.